Zulmat küçeymekte. Şərqi Türkistandakı yoqıtışnىڭ 10 yıllık ھىكايىسى. ئاپتورى دەررېن بايلېر. Normal his qilish uchun yillar sarf qildim. Əməliyyatda texicha normal his qilolmadim. Xitoy Kommunistik Partiyasining bizga qilgan muomalasining butunlay o'zgarganligini to'nib yetdim. İnsaniyatning kelajagidan hayotimning har qanday paytidagiga qaraganda teximi bak ümidsizlandim. Bu hikoyadagi ziyorat qilingan kishilarning ismlari ularning kimligini qo'g'dash yuzidan o'zgartib o'tildi. Ablakim bilan 2014-yili Ürümchining janubida yashaydigan bir mahallalik Uyg'urlarning oilaviy yig'ilishida tunji qatim yuz ko'rishgan edim. Ablakim burtini past qilib qirqib olgan o'riq yigit edi. U dolisini chiqarganicha o'ltiradi. So'rindagilar o'zaro ismlarimizni aytishdik. So'rin boshlanib, taki oyoqlashganga qadar ablakim bir bulungda jimjitgina o'ltirdi. Uning nazari har yoqqa yutkilib turadi. Ablakim to'limi kechikib, biz o'z uyimizga qarab so'ngdishib ketayotganimizdala andin eg'iz ochdi. U so'rinda gap qilishni xohlamganligini, natonish kishilarga ichilib yeyilib so'z qilolmaydiganligini aytdi. Ablakim men oldingi 10 yilda ziyorat qilgan nurg'unlagan Uyg'ur yoshlarga o'xshashla saqchilarning va Xitoy jamiyatining cho'nqur ta'siriga uchirgan edi. Shuningdan keyingi oylarda ablakim bilan yaqin do'stlardan bo'lib ketdim. Biz har kun degidek yuz ko'rishib, choy ichish, roman o'qish bilan bo'latdik. Uning xizmat izlash masalasi va Uyg'ur jamiyatining kelajagi to'g'risida suhbatlashatdik. U bara-bara o'z kechmishlarini menga aytib berishga boshladi. O manga o'zining 10 yil ilgirki tutqun qilinganlik tarix to'g'risida eng ko'p eg'iz ochgan edi. Vaqa u uzun yo'lliq avtobus bilan Ürümchining shimolidagi asosliq Xitoy rayonlaridan biriga joylashgan maktabidan yurtga qaytib ketayotganda yuz bergan ekan. U yurtga qarab ketayotgan avtobus bilan tekshirish punktlaridan biriga kelganda o'zining avtobusdagi birdan-bir Uyg'ur ekanligini bayqabdi. Uning ustiga u burut qo'yib olg'achqa, buruti uning Xitoy tili ma'rifida tarbiyalangan oliy ma'lumotliq shahar Uyg'uri bo'lmasdan, balki yezidan kelgan Uyg'ur ekanligidan shapi berdi ekan. U o'zi uchrashgan Xitoylarning nazarida o'zining odam bomba hujumi qiladigan birdak ko'rindiganligini biladi ekan. Tekshirish punktlaridagi saqchi avtobusga chiqib, uni ko'ribla majburiy holda avtobusdan tushiribdi. Ablakim menga shu chaqda o'zimning nima deganligimni bilmayman. Bakli qo'rqib ketgan edim. Ularning menga nima qiladiganligini bilmaydim degan edi. Ablakim o'zining butunlay yalang'ochlanganligini va o'zini to'limi xor his qilganligini aytgan edi. Ablakim shuningdan keyin 2010-yillarda Uyg'ur bo'lishning har qanday paytda Xitoylar tarafidan elib ketilishdan derak berdiganligini to'nib yetibdi. Ablikimning hikoyasi menda o'tgan 10 yilning boshqa Uyg'urlarga qanday ta'sir ko'rsatganligini ulardan so'rash istikini uyg'otdi. Men Uyg'urlardan hayotidagi eng unutilg'isiz xotirlar to'g'riliq, ularning hayotini o'zgartgan ishlar to'g'riliq o'ylanib ko'rishini so'rdim.
Мән мұшақты зиярат қылған ұйғырларның көпінчісі алдын орынлаштырышсызла вәтініден айрылып, дүнияның башқа жайларда сәргендар болып яшымақта. Абликім болса, техейче Шәрқи Түркістанда. Yaqında mən söhbətləşkən Uyğurlar və Qazaxlar Mağa 2010 yılının özləri üçün təsvirligisiz, qorxunuç və qurbanlıq beriş yılı bolğanlığını təkidlədi. Bu xil ro'yi zarbiga uchirgan paytlarda kishilar bexatarlik tuyg'usini qayta tepivilishga, oilasini va do'stlarini qo'g'dashga intiladi. Uyg'urlar saqchilarning o'zlariga qilgan vahshiy muomalalarni, saqchilar tarafidan uchirgan irqiy kamsitishlari sababli ularning insoniyligiga savol qo'ygan o'tmishlarini bir-biriga hikoya qilib berdi. Uyg'urlar o'zining shaxsiy va ijtimoiy hayotiga o'zlarining avtorlik qilishini saqlab qolish uchun tirishib keldi. Biroq 2010 yili Uyg'urlar uchun tarixiy o'zgarish yili bo'ldi. 2 millionga yaqin musulmon g'oyat zo'r ko'lamdagi yig'ilish lagerlari sistemasi ostida g'oyib bo'ldi. 1 milliondan ortiq kishi emgak va tarbiyalash sistemasi tarafidan oilalardan ayirib etildi. Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmonlar Xitoy tarix tadqiqotchisi Gebel Ershatirning so'zi bo'yicha jiddiy harakat davrini beshidan kechirishga majburlanmoqda. Ershatirning bayonicha navbatda bo'layotgan ishlar Xitoyning yaqin o'tmishidagi siyosiy zo'ravonligining hayotning hamma sohasiga degudak tajovuz qilib kirgan cho'ng sakrab ilgirlash va madaniyat inqilobi yillaridagi ishlar ekan. 2010 yili Şərqi Türkistandakı Türkiy musulmonlar yuqorqiga o'xshash davriga, ya'ni qayta tarbiyalash davriga kirdi. Bu davrda ularning yashash shakli o'zgartirish nishoniga aylangan davrdir. Ilgirki bo'ron chapqinliq yillarga o'xshashla, ularning zo'ravonlik va irqchilik ziyonkashligidan qutulish, asliga kelish bo'shliqi barg'ancha kichiklab ketdi. Ular yangi bir qismatning o'ziga duch kelayotganligini his qila oladi. Ularning hayoti ularning kontrol qilishidan chiqib ketgan. Ularning ro'yi yemirilishidan keyingi psixikalik benormalligini davolaydigan vaqt yo'q. Ular o'tgan 10 yilda butkul hayotlik tugamas ro'yi yemirilish sababli qalayimqon qilib etilganligini his qilishga boshladi. 2015 yilga qaytsak, Ablikim manga hayotidagi ichinishliq ro'yi besimga duch kelishning faqat saqchilar tarafidan nazorat qilinishi sababli emas, balki o'zining Xitoy xizmatdoshlarining uni u yo'q yerda burutliq muallim deb atab so'g'uq muomala bilan chetga qiqishining sababimi borligini aytdi. Uning aytishicha, to'xtovsiz ravishda avorchilikqa uchrab va yetim qoldirilish kechirmishi uni sarangga aylantirib qo'ygan ekan. So'roq uyida bir necha soat turganimdan keyin o'zimni normal his qilaligidek bo'lguncha bir necha yil vaqt ketdi. Amaliyotda men texicha o'zimni normal his qilolmayman. Mana bu mening ashu maktabga va xizmatimga o'ch bo'lib ketishimdagi va oqibatda xizmatdan istifa berishimdagi birdan bir sabab. Kishining bundaq kechirmishlarni cho'rib tashlashi to'limi qiyin. Shu ish yuz berib, keyingi yili men ba'ayni bir sarangga o'xshash harakat qilishga boshladim. Barliq xizmatdoshlarimda to'limi yomon ta'sir qoldirishni o'yladim.
Ular meni doimla jiddiyleşip, xejil bo'lib turadigan, paranglashishni yoki normal usulda harakat qilishni xohlamaydigan g'ayri odam deb bilishadi. Men suhbatlashgan yana bir Uyg'ur yoshni Mamtiman deb atayman. U menga o'zining 2013 va 2014-yillarda ko'plagan o'xshash sarguzashtlarni beshidan o'tkazganligini aytdi. Uning deyishicha, sayohat qilishi davomida nurg'ulg'an mehmonxonalar uningga yotoq berishni rad qilgan ekan. Ular ba'zida meni ko'rgandan keyin menga yotoq berishni rad qilishdi. Ba'zida bo'lsa, kimligimdan tug'ilgan yerimni ko'rganda yotoq yo'q ekanligini aytishdi. U bu xil kechirmishlaridan o'zini bechora his qilganligini va xuy tutganligini aytdi. Qonuniy sistema uning tangdosh fuqarolik huquqini rad qilgan edi. Biroq Mamtimanning zardisini texmi qayintidigini boshqa Xitoy fuqarolarining Uyg'urlarga tangsiz muomala qilishining to'g'riliqini qabul qilish edi. Bir necha qatim Xitoylar menga to'limi do'stona va sipoyi talaffuz bilan inglizcha salom berib, mendan "Siz qaysi davlatdan?" deb so'radi. Ular ablikimni chet ellik deb qolganligi uchun uningga inglizcha gap qilgan. Ablikim ularga Xitoycha "Men Uyg'ur" deb javob bergan. Ular ko'zlarini olaytib turib, "Ha? Şinjanlıq?" deyishdi. Ondan ular menga bezorlik nazarda qarashdi. Ba'ayni bir chashqanni yoki bir badbashiri ishni ko'rgandek kolpuklari so'zilib ketdi. Mamtiman va ablikim Uyg'urlar ko'p sonliqni egallaydigan rayonlarning sirtidagi rayonlardan xizmat topgan organlar Xitoylarni asos qilgan. Pakistan nasllik Angliyalik ijtimoiy tanqidchi Sara Ahmad irqchilashgan organlarning ular turadigan rayonlar hukumini shakllantirganligini, ko'p sonliqqa tava bo'lmagan kishilarning o'zini ortiqcha odam deb his qiladigan qilib qo'ydiganligini ko'rsatib o'tgan. Ablikim bundaq organlarga kirganida organning kirish eshigida eshik baqarlar va tizimlag'uvchilar tarafidan to'xtatib qo'yilib, qayta tekshiriladi. Ablikim menga bundaq tekshirilishlarning har qandig'ida "Sen kim? Bu yerga nima ish bilan kelding?" deb so'rildiganligini aytgan edi. Bu xil planliq etnik irqchilikni yurgizguchi va qo'llag'uchi saqchilardir. Oldingi 10 yilda saqchilarning avor qilishi va kamsitishi milyonlagan Uyg'urlarning va boshqa turkiy musulmonlarning hayotiga singib kirdi. Ablikim menga qayta aytib bergan yana bir hikoya mundaq edi. U do'stlardan Tursun bilan poyezd stansiyasiga yaqin bir bozorda ketayotganida to'xtatilib qo'yilibdi. Ularni uchratgan Xitoy saqchi ularni tekshirish uchun kimligini talab qilibdi. Bizning kimligimizni nemishqa tekshirsan? Biz hech qanday yomon ish qilmagan tursak, nemishqa Xitoylarning kimligini tekshirmaysan? So'rabdi ablikim. Natijada Xitoy saqchi shu hamon ikkimizni o'zi bilan billa saqchi idorasiga elib keldi. Men faqat qo'rqmadim. Tursun qo'rqib ketgan edi. Men hech qanday xato ish qilmagan tursam, nemishqa ulardan qo'rqudakman? Ular meni hurmat qilmasa, men nemishqa ularni hurmat qilgudakman? Saqchi ularga qo'rqoq salgandan keyin oxiri ularning ketishiga yo'l qo'yibdi. Ablikim har qachon mushu hikoyani so'zlaganda ovozi titrab ketadi. Xijilchan ablikimning titrayotgan qo'llari uning qattiq g'azablanganligidan derak beradi. Gerçi u qo'rqsimi, yanala o'z kechirmishlarini bayon qilib beradi.
Ablikimning va men ziyorat qilgan boshqa uyg'urlarning g'azabi o'zlarining saqchi tarafidan xohlagan bir paytda elib ketilish qo'rqinchi bilan berkib ketgan edi. 2017 yili kiray deganda 100 minglagan turkiy musulmonlar, ota-onalar, qiz-ayollar va erlar o'zlarining yaqinlaridan aloqasi uzilib, orqadan bir-birlab g'oyib bo'lganda, bu xil qo'rqinch g'oyat zo'r darajada kuchayib ketdi. Növətdə Şimali Amerikada yaşayotgan Qozoq ayol Gülnarning manga deyişçə, aldınqı 10 yil ichida o'ziga eng ta'sir qilgan ish 2016-yilning oxirida Ürümçi aydırımida ota-onasi bilan xo'shlashayotganda yuz beribdi. Ürümçidən Beyjingga uchadigan aeroplanning uchish vaqti kechiktirilibdi. Şərqi Türkistanda Şi Jinpingni ko'kka ko'tarish tashviqoti har joyni qoplagan edi. Sotsialistik yadroliq qimmat qarash degan xat yozilgan qizil lozunkalar hamma yerda ko'zga cheliqadi. Siyosiy gap so'zlarni kamdan kam og'izdan chiqirdigan ota-onam jinida. Bu ishlar ba'ayni madaniyat inqilobi davridagiga o'xshab qoldi deyishgan edi. Ular meni uzitib qo'yish uchun aydirimga kelgan edi. Aeroplan kechikdi. Halbuki ikkaylan shuncha kech bo'lib ketishiga qaramay yenimdan ayrilmadi. Mağdığan çığımda ata-anamga qaytib keladiganligimni yenishlab aytgan bo'lsam-mu, ikkilisi ko'z yeshi qilishdi. Ular bu xo'shlashishning biz uchun eng oxirgi xo'shlashish bo'lib qoladiganligidek yoki shuningga o'xshashroq bir xil hissiyotda bo'layotgandek qiladi. Shimoliy Amerikada mening kelishimni kutib turayotgan turmushim bo'lg'achqa men yig'lab yurmagan edim. Amaliyotda bu men uchun bir qutulish bo'lgan ekan. Keyin men 2017-yilning boshlarida Şərqi Türkistandakı vaziyatning to'satdan nacharlashib ketganligini uqdim. Ota-onam bilan xo'shlashib, Xitoy tamojnasidan o'tadigan chig'imda mas'ul xodim mendan millatimni so'rdi. Qozoq dedim men. Her daim tamojnadan o'tadiganda jiddiylashiib ketadigan bo'lsam-mu, ammo xotirjam va xiyoliy qiyofatga kirvilishga tirishatdim. Ular mening pasportimni uzoqdan uzoq tekshirdi. Hatto meni o'tkazib o'tish kerakmi, emasmi deganlar to'g'riliq boshliqi bilan muzokara qilganmi bo'ldi. Oqibatda ular mangsam bo'ldiganligini aytdi. Biroq men aeroplanda o'ltirgandan keyin o'lgur, bu nima kun amdi deb ketdim. Şərqi Türkistan to'g'risidagi xabarlarni o'qigan chig'imda mushu ish ko'p esimga kelib oladi. O'xshash bir payt ichida o'zimni to'limi qo'rqqan, shukr qilgan, gunohkor va g'azablangan holatda his qilaman. Ailemden ayrılıp, ularni ko'rmaganimga 3 yil bo'ldi. Ular kundan kunga qerib ketyapti. Ular bilan qachon qayta ko'rishishimni bilmayman. Ularning yosh yo'q ko'zlari ko'z oldimdan ketmaydi. Men ota-onamga yaqin turib, ularga kuyimchanlik qilolmagan qiz bo'lib qolganimdan yoki kelgusini oldin ko'rib yetib, ishlarning bu darajada yomonlashib ketishidan avval ularni u joydan elib chiqib ketmaganimdan ko'nglim bak yerim. Shu qitimqisining ota-onam bilan oxirgi qitimliq xo'shlashishim yoki emasligini bilolmasligim meni bak mujili qiladi. O'zini musafir deb atishimni mendan talab qilgan yosh Uyg'ur ayolning menga aytishicha, uning uchun oldingi 10 yil ichida eng og'ir ro'yi yimirilish ilib kelgan ish 2017-yili Uyg'ur mashhurlari tutqun qilinishga boshlaganda yuz bergan ekan.
Chet eldə oquyatqan o'quvchi bo'lish sifati bilan aşı məşhurlarning uning uchun təvəlik tuyg'usi va majburiyat tuyg'usi his qildirdigan uyg'urlar o'qiydigan institutlarga qaytib berib xizmat qilishidagi chiqish yo'li ekandiq. Shular tutqun qilingandan keyin Xitoy Kommunistik partiyasining bizga tutgan muomalasining butunlay o'zgarganligini tunib yetdim. Bizda ilgirgidek fuqarolik huquqimizga bo'lgan ishonch uzil kesil yo'q edi. Shuningdan e'tiboran men o'zimni kuchsiz va qo'rqinchoq his qilishga boshladim. Men bundaq naqchilikning yuz berishini xiyolimga keltirib baxmagan edim. Mening insoniyatga bo'lgan ishonchim barbod bo'ldi. Biroq davlat zo'ravonligi Uyg'ur institutlarining o'zgartirishi bilan to'xtab qolmaydi. Davlat zo'ravonligi o'xshashla musofirni, urug' tuqqanini va do'stlar bilan aloqasini uzishga majbur qilgan edi. 2018 yozda mening eng yaqin do'stlarim meni Undidardan bir-birlab yuyib chiqaribdi. Ondan onam menga telefon qildi. Onamning yig'lab turib degan so'zlari mening yuragimga pichoq bo'lib sanchildi. Onam aynan mundaq dedi. Agar bizga ko'yinsangiz, endi bizga telefon qilmang. Mana shu paytdan boshlab men o'zimning so'yimli kishilarim bilan aloqalashishdan iborat eng adoqi insoniy huquqimdan ayrilib qoldim. Yillar o'tgancha musofir o'zining balkim ikkinchilab oilasining xabarini ololmasligidan yoki ularni ko'rolmasligidan andish qilmoqda. U o'z yurtidan surgun qilindi. Bu 10 yil mening hayotimni mangulik o'zgartirdi, dedi musofir. 2019 tugab, o'tganki 10 yilning oyoqlashishi bilan ko'plagan Turkiy musulmonlar beshidan o'tkazgan qo'rqinch va ro'yi yimirilish doimo tushkunlik va umidsizlikka aylanib ketdi. Musofirga nisbatan 2019 yili uning eng hayajonga solgan minutlar. Ular bizga kechis keladi degan hujjatlik filmni ko'rganida yuz bergan. So'yimlik uyimni, men mangan ko'chalarni ko'rib, ko'zimga yosh keldi. Biroq men o'sib cho'ng bo'lgan makonning hamma yer nazorat ostiga ilingan, tasavvur qilg'isiz darajadagi saqchi davlatiga aylanganligi qalbimni chul-chul qilibdi. Ko'ch-ko'ylar qurg'idilib qolgan, xotiramda saqlanib qolgan hech narsa yo'q. Shuningdan beri u manzarlar meni bakmi qiynaydi. 2019 yili uni hammadan bak umidsizlantirgan ish bir qeri ayol Xitoyning muxbir Izobil Yang'a Uyg'urlar cho'qim Xitoylar bilan o'xshash bo'lishi kerak. Men ularga hesdoshlik qilmayman degan so'zlar ekan. Shu minutda men ko'p sondagi Xitoylarning amaliyotda hukumatning da'vatqonlariga ishonganligini, ularning hukumatning inson haqlariga qarshi zo'ravonligiga aktivlik bilan yontayoq bo'layotganligini tunib yetdim. Men avomning qo'llashsiz hukumatning bayonlarida o'zgarish bo'lmaydiganligini bilaman. Qeri Xitoyning aytganlari bizning hukumatningmi, Xitoy xalqiningmi qo'llashidan mahrum ekanligimizni bildirdi. Zulmat kuchaymoqda. Bu meni insoniyatning kelgusi haqida hayotimning har qanday davrdagidan bak umidsizlikka band qildi. 2015-yili ablakim menga Uyg'urlardagi do'stlikning majburiyatini ifodalaydigan bir maqolni o'gitib qo'ygan edi. Ya'ni do'stning do'stligi boshqa kun tushganda bilinar. Do'stlik do'stning qayg'usiga hamdam bo'lishni talab qiladi.
Mana bu do'stning do'sti ustida haq huquqi bo'ladiganligining sababidir. Bu yana shuningdinmi derak beradiki, siz do'stlaringizni zo'ravonlikdan qo'g'dashga qodir bo'lolmaganingizda, zo'ravonlikning sizga bo'lgan zarbisi to'limi ig'ir bo'ladi. 2017-yili 29-iyun men ablikimdan eng oxirgi uchurni topshirib oldim. Paranglashmag'inimizga uzun bo'ldi. Bexatarlik sababidan undidorimdagi barliq chet elliklarni yuyib o'tishim kerakligini hijolat ilkida aytmoqdaman. U ota-onasi uning to'y qilishi uchun mahallasidan loyiq tepib qo'yganligini, shu sabablik Urumchidan Qashqarga yaqin yesiga qaytib kelganligini yozgan ekan. Bir necha oydan keyin ablikimning do'stlarining ablikim bilan bo'lgan aloqasi uzilib qoldi. Shuningdan e'tiboran do'stlari uning xabarini ola olmadi. U butunlay g'oyib bo'ldi. Ablikimning do'stlari ablikimning yangidan qurilgan tarbiyalash lageridan biriga ilib ketilganligiga ishonadi. Qaraganda ablikim Xitoyning internet tor qo'rg'inidan atlab o'tish orqali tordan kino tushirganligi, muzika anglaganligi va Xitoy hukumati tarafidan so'zib ilinmagan xabarlarni o'qiganligi uchun bo'lg'usi terrorchi deb qaralgandek qiladi. 2019-yili Məmtiminmo Şərqi Türkistandakı tonuşlardan birining sirliq uchurini topshirib olgan. Uchurda eningiz vafot bo'lib ketdi deyilgan ekan. Məmtimin, siz mening enim to'g'risida so'z qilayotganingizga jazm qila olamsiz? U amdili 40 yoshga kirgan tursa, deb so'raganda, yilliq kishi shundoq deb javob berganida Məmtimin hushidan ketgan. Hushimdan ketganligim uchun hujur uyimning pulida yetibdiman. Enimning rasmiga yenishlab qardim. Eng oxirgi qitim 2017-yil iyunda undidarda yezishgan uchurlarimizni o'qidim. O'zimni tutib ololmay yig'lab ketdim. Men uning bilan o'limidan avval bir qitim bo'lsa-mu paranglashib oladigan bo'lishimni bakma orzu qilib ketdim. Bu 10 yilda men ablikim va boshqa turkiy musulmon do'stlarimdan boshqalarning kechmishini anglash va buning uchun har turli usullarni tepib chiqishning boshqalarning dardiga darmon bo'lish hisoblanadiganligini o'rgandim. Antropologiya tadqiqotchisi Michel Jacksonning nuqtai nazari bo'yicha aytganda, yuz bergan ishlar mayli tragediyalik yoki g'albilik ishlar bo'lsin, hikoya bayon qilish hodislariga tartib berishdiki va uni bir-biriga bog'lashdiki usullardan biridir. Shaxsiy hikoyalarda hikoyaning egisi ijtimoiy o'zgarish jarayonidagi qo'shimcha personaj emas, bosh personaj bo'ladi. Shaxsiy hikoyalar kishilarning hayotiga ma'no ato qilib qolmay yana kishilar bu xil hikoyalarni simvollik holda qayta qurashtirish orqali o'zlari duch kelgan hodisalarni tajriba qiladi. Bundaq qilish sababli shaxsiy hikoyalar kishilarga eng qorong'u qismatlarga duch kelgandimi uni yengish va o'z hayotining aphtori bo'lishni davomlashtirish usulini ko'rsatib qo'ydi. Mana bu Məmtimin, Gulnar, Musafir qatorliqlarning o'zi hikoyalarini va o'zining so'yimli kishilarning hikoyalarini kuchining yetishicha yuqori ovozda so'zlashining sababidir. Ablikimning yaxshi ko'radigan naqshalardan biri Nora Jonsonning Xayri xo'sh degan naqshisi edi. Bu naqshida birini texicha yaxshi ko'rdigandek siyoqqa kirib olmasdan samimiy bo'lib, hayotingizni davomlashtirish kerakligingiz mazmun qilingan. Men eng oxirgi qitim 2018-yili Urumchiga borganimda
Türk çayxanasıdaki ablakim bilan o'zim billa o'ltirgan o'rinda o'ltirdim. Naqshining akkord nusxasi bir oz o'zgartib ishlangan bo'lsa-mu, naqshining ahangi bu naqshi to'g'risida ablakim bilan qilishgan paranglarimizni eslashga va shundan keyin uning beshiga nimalarning kelganligi to'g'risidagi andishamni kuchaytirishga yetib ashatdi. Uning eng ansiraydigan qo'rqinchi reallikqa aylangan bo'lib, u o'z hayotini o'zi kontrol qilishni davomlashtira olmadi. Uning hikoyasi qayta tarbiyalash davri tarafidan to'xtatib qo'yildi. Bulungda o'ltirib olib yig'lash sabablik g'ayri chet ellik bo'lib qolmaslik uchun sirtqa chiqib ketdim. Va Xuanxo markaliq tamakidan 2 tal chekib etdim. Birini o'zim uchun, birini ablikim uchun chekdim. O'tgan 10 yilda men izchil holda ablikimning menga aytib bergan hikoyasi ustida o'ylandim. Uning bilan bo'lgan do'stligim hammadan qimmatlik. Uning bilan bo'lgan do'stligim mening Sharqi Turkistondagi qiyin hikoyalarni so'zlashimga turtki bo'layotgan narsadir. Navada bizning taqdirimiz almashib qolgan taqdirda mening qilganlarimni ablikim men uchun qilgan bo'ladi. Ablikim hayotmi yoki o'lib ketdimi bilmayman. Biroq uning hikoyalari hayotligini davomlashtirdi. İngilizcedən ھىكمەتيار İbrahim تەرجىمە قىلغان.